Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizde bugün ilim hakkındaki kitabının tüvendeki babını okuyacağız. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şunaqdaydı. Ay Allah'a Allah'ı bir günni ta'lim terbiye için ilim yüktüş için bekitip bas qandaq boludu deydi. Bu birinci numaralık bu hadiste bizge Adem hadis sözlep bergen idi deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Undaqda Adem kim o degende bu kişi İmam Bukhari'nin ustazlarından özü Merve'de yani hazır Türkmenistan'da yaşayan ismi Adem ibn Ebi İyas deyimiz. Bu dadısının künyesi. Lekin Adem ibn Abdurrahman el-Mervezi namılen. Hem Esqalani mi deyimiz, Khurasani mi deyimiz. Bu şu özünki Khurasan Esqalallah özün düşken cay hem de. Khurasan Eslijuti Esqalan hazır İsrailiye'de, Filistin'de. Özü hem de Khurasan'da tuğulup keyinki mezgillerde şu bütün İslam dünyasındaki paytaxtlarında Mesir, Şam, Hicaz, Basra, Kufa, qatarlıq yerlerde yürüp, ilim ügünüp, hadis ügünüp, ahırı Esqalan'da hazır İsrailiye'de şu hadi joylashib 220 yılı tahminen şu hadi ölüp ketken. Demek bu adam şu Ar-Raşid'ninki devirlerde Emin'nin, Ma'mun'nin devirlerde ballarınınki. Muş devirde yaşayan muhaddiste. Bu adamninki yüzden kısık bir aval yüz bergenken hayatıda. Bu lapın şu mesela Kur'an məxluq mu məxluq emas mı degan fitnelerde nurgun ulamalar şu vaqtida azap çidimay, zulüm çidimay bula məxluq dep sağan. Hatta şu vaqtida İmam Leys'ninki bir katibi vakinde çoğumda İmam Leys degan bir katı ulama var Mısır'ninki. Abdullah ibn Salih deydigan bu adamninki bir şagirdi katibi vakinde yazgıçısı hem de. Bu adam başka bir adamdan Ebu Bekir el-A'yan deydigan bir adamdan şu Adem'ge bir salam yollasan, Adem Esqalani'ge bir salam yollasan dep şu Adem Esqalani'ninki qışıqı kepti. Kelip Abdullah ibn Salih sizlarga salam yollaydı dese ama mening onun salamım yok. Onun mening salamımni yetkizme depti de bu adam. Şuna bu salamni yetkizgüçe hayran qilib nima ish bunda deylar desa bu Qur'onni maxluq deb demasmi debdi. Degandikan bu xabarni ilib kelgan adam va u aytsa majbur deb qolgan deb o'zlarini bayon qilib, pushaymon nadomatlarini bayon qilib, kim bu so'zdan qoyitdi degandikan undaqda uning salamimni yo'llag'in, men bu salam deyman unga debdi. Şunu bilan bu kishi Abu Bakr al-Ayun degan adam. Bu adam Esqalaniga debdi de men bir Bag'dodga bormoqchi, Bag'dodga bir gaplar bormi, bir taplaqlar bormi desa, undaq sen Bag'dodga biraz borsan Ahmad ibn Hanbalga salamimni yetkizgin deb bo'lib, uningga bundaq degan: "Ey kishi zot," dedi İmam Ahmad, "Allohdan qo'rqing. Siz e'tiqod qilgan e'tiqodingiz bilan, ya'ni Qur'on maxluq emas degan e'tiqodingiz bilan Allohga yaqinlashing. Sizni hech qanday bir kishi aldab ketmasin. Allah xolisa siz jannatga temshilib turayotgan bir odam" deb shunday deb nasihat qilibdi-da. Şunu bilan bu elchi hamda Adem el-Asqalani'ninki bu so'zni nasihatini Ahmad ibn Hanbal shu turmidagi vaqtida yetkizgan vaqtida Adem deydigan bir olimimiz var Asqalonda. Sizga mushtaq gaplarni qildi. Degandikan İmam Ahmad uzun turib ketib, beshini ko'tarib, o adam mayli hayot bo'lsin, mayli o'lib ketgan bo'lsin, Alloh rahmat qilsin. Haqiqatan samimiy, xolis nasihat qilibdi deb shunday degan ekan. Demek bu ulama Esqalonda, hozirgi İsrailiyada qabrisi var. Bu zat deydi hamda bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj şu. Bu kishi deydi menga Ibnul Asbahani hadis so'zlab bergan edi dedi. İbnul Asbahani'nin ismi Abdurrahman ibn Abdullah el-Asbahani. O'zi Kufada yaşagan burun o'tgan mashhur muhaddislardan. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida kerak yo'q odam deb hadisni yani qabul qilish jihatda bo'ladi deb qaragan. O'zi Asbahan dedi ayni vaqtda. Bu odam dedi hamda men Abu Salih Zakvandan anglagan edim deb shunday dedi. Bu kishiniki tarjimalimi boshda o'tib bo'ldi. Bu odam dedi hamda bu odam Abu Sa'id al-Khudri'dan hadis so'zlab turyapti. Abu Sa'id al-Khudri'ning asli ismi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Ensarilarninki Bani Khudra jamiyatidan bo'ladi. O'zi Hijriya 74-yilda o'lib ketgan. O'zi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtida hech kichik sahobalardi. Lekin
sahabalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahabalar qatoridagi buyuklardan. Bu kishi dadasi Uhud g'azotida o'lib ketgan, shahid bo'lib ketgan. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu bolani yo'qlab kelgan kichik vaqtida hamda. Bu bolaniki uysi aldirqmi shu haramning oldidagi bir elbak va bino va shuni oldidagi uy, o'shaniki uy bo'ladi. Payg'ambarimiz shu yerga yo'qlab kelib, suyini ichib, boshlarini yuvib qilgan bularning oilasida. Hozircha bularning uysi saqlanmoqda Madinada. Endi bu zot boshqalar deb turadi-da, masalan, Zakvan Abu Salihlarga. Ayollar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mundaq debdi. Bu ayollar albatta Ensarlarniki ayollari. Bu Peygamberimizga gap qilib, "Ya Resulullah, bu erlar bizdan ishib ketyapti. Ya'ni sizlar bilan bo'ldigan ularning vaqtini ayt ko'p, biz sizning qoshlarga jiq berib bo'lmaymiz. Erlar davomli yollarda, jiq ishlardi bular ishib ketdi, o'rganishda, ta'lim tarbiyada deb qo'ygam degan ekan. Deb bo'lib bizga mi o'zlari bir vaqt bekitib bersalardi, o'zlari deydi. Ya'ni bular payg'ambarimizga hurmat qilib, biz falan kun bo'lsin deb Rasulullohning oldida bunda gaydankashlik, ketavollik qilmay, bizga o'zlari bir kunni bekitib bersalar deydi. Ya'ni o'zlarining sharoitiga qarab demoqchi-da. Shuni bilan payg'ambar Aleyhisselatü Vesselam ularga ma'lum bir kunni bekitib berdi. Ayollar bilan shu kunda uchrashib, ularga nasihat qilib, ularni buyuradigan ishlarga buyurib, degandek turli ahvollar bo'ldi-da. Shuning ichida hamda ayollarga degan ma'lum bir gap bor. U bo'lsa-mu payg'ambarimizning so'zi ham va sizlarning ichinglardan dedi ayollarga. Mush ayollardan 3 bolasi o'lib ketgan, o'zidan burun u dunyoga ketgan bir musibatga uchragan ayollar bo'lsa, mush o'lib ketgan bolalari bu ayolga davzaqdan hijob parda bo'ladi dedi payg'ambarimiz. Sonra bir ayol dediki, "Ya Resulullah, ikkisi-chi?" dedi. Agar 2 bolasi o'lib ketgan bo'lsa-chi debdi. Payg'ambarimiz ikkisi mo yana dedi. Ya'ni ikkisi mo hijob bo'ladi, parda bo'ladi, davzaqdan qutuldira oladi, shafaat qila oladi demoqchi. Undaqda bu hadisninki ufqumida musulmonlarniki kichik o'lib ketgan, balog'atga yetmay o'lib ketgan farzandlari jannatda ekanligi ko'rinib turibdi bu. Hamda Alloh subhanahu va taolo shu kichik bolalarga bo'lgan marhamat yuzidan shularning ota-onasini jannatga kirsa, albatta bular bu kichik farzandlarni Alloh taolo rahim shafqat qilishga texmi bekrak bu a'laroq bo'lardi. Chunki bularning fazilati bilan ota-onasiga kirgan yerda bular tig'i rahmatga bekrak, ya'ni yaqin demakchi bolalarni. Endi bu yerdagi bu hadisga o'zidan burun 3 bolasi o'lib ketgan bo'lsa degan hadisga qarta Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi bir xil mazmunliq, yiqimliq bir ifodani bildirgan. Bu odamda o'lib ketgan bo'lsa degan ba'zi rivoyatlarda masalan balog'atga yetmagan degan mazmunlarmi bor, qayd bor ba'zi hadislarda. Ammo bir qism hadislarda bu balog'atga yetgan degan mazmundagi qayd yo'q. Lekin Anvar Shah Kashmiri buni ayirib, yaxshi tushuntirib, agar kichik bolalar balog'atga yetmagan, masalan, bo'yak bolalar deymiz, kichik yoshlik bolalar deymiz, bular o'lib ketgan bo'lsa, ular ma'sum, gunohdan xoli, pok, oq farzandlar bo'lg'achqa, ular ota-onasiga shafaat qilish orqali bular ota-onasi jannatga kira oladi deb kichik bolalarga nisbatan bu qarashni ifodalagan. Ammo ota-onasi hayot, o'zining cho'ng bolalari var, masalan, 30-40 kirib ketgan, yo'g'on balog'atga yetgan, yosh ketgan, bundaq bir bolalari bor. Bunda ota-onalarmi yana bu jannatga kirishga bular yana haqliq deydi. Bular tufayli. Sabab ota-ona bundaq bolalarga bo'lgan ularning azobi, nadomati, sabri, ularning vafotidan kelgan qalbidagi azobning tufaylidan bularmi yana jannat kirishga haqliq deb qaragan. İnşallah Allah subhanahu va taolo shu bolalar kichik o'lib ketgan yoki o'zidan burun bolalar ketgan, dunyoga safar qilib ketgan ota-onlarimizniki hammasiga Alloh taolo shafaat nisb aylasin. Bo'libmi bugünkidek nurg'un yoshlarimiz o'lib ketgan, yo'qolib ketgan, mushta avval aslida shu dardlarni tortayotgan ota-onamizning hammasini Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ularga rahim qilsin. Bu dunyoda tortayotgan mush azoblarni bolalarning firog'ida yashayotgan shu bechora
ata-onalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'z marhamatiga olsin. Endi bu 102 numurliq bu hadismi yuqorqi hadis bilan bir-biriga bog'lanishchanligi bor. Bu hadisda bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi. Bu kishi ustoz bo'ldi, tarjimali o'tdi. Bu kishi deydi bizga 10 dar hadis so'zlab bergan deydi. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan deydi. Bularning tarjimali o'tgan. Bu kishi Abdurrahman ibn al-Asbahani bayatın qadim shu Zakwandan Abi Said al-Khudriydan rivoyat qilib, bu kishi payg'ambarimizdan bayon qilyapti-da mushning o'zini. Yani Abdurrahman ibn Asbahani'din. Abdurrahman el-Asbahani'din. Bu kishi deydi men Abu Hazimning Abu Hurayradan mundaq deganligini anglagan edim deydi. Birinchi boshdagi hadisda bo'lmagan bir qayd hadisda bor. Bu yerda qayd qilganda, ya'ni 3 bolani o'zdan burun yo'lga solgan bo'lsa deydi. Balog'at yetmagan 3 bolani deb oxirida ma qaydni qilib qo'ygan. Bu hadisniki yana bir shaklamda. Endi İmam Ayni Bedriddin Ayni Umdatul Qari nomli kitobida Buxoriyniki sharhisida bu hadisga qarata o'ziniki tushunchisini bayon qilib, endi ota-onaniki qalbi kichik bolalarga nisbatan bakrak rahimdil keladi deydi. Ularga bir xil yurak og'riydigan, dardlik bo'ladigan avvallar bakrak g'olibroq, ko'proq uchraydigan. Ammo cho'ng bolalarga nisbatan sal tuvarak bo'lishi mumkin. Chunki cho'ng bolalar ota-onani qaqshib qo'yish, ba'zida gadankesh qilish, gapiga unamaslik, itoat qilmaslik tufaylidan kichik bolalarga nisbatan ularniki biroz rahimdilligi ota-onalarning ularga nisbatan sal ojizlagan kichik bolalarga nisbatan deb qaragan. Shu jihatdan balkim shu balog'atga yetmagan 3 bolani o'zidan burun u dunyoga safar qilgan bo'lsa, jannatdan ularga hijab bo'ladi degan bo'lishi mumkin degan qaydni bas kerak. Bedriddin Ayni. Endi ulamolar turlik o'ziniki bayonlarda hamda kichik bolalar o'lib ketgan vaqtda rahim qilishga ularni aytdi. Xudoning rahmat va rahman sifatiga loyiq ravishda bu kichik bolalar ular ma'sum, gunohdan xoli, hayotida hech qanday bir gunoh o'tkazib boqmagan. Bunday ahvol ostida ular rahmat qilishga haqli ham loyiq deb qaragan. Çünkü ulardan günah sodir bo'lib boqmagan deb. Hatta İmam Nesai rahmetullohi alayhiniki Sunanun Nesai nomli kitobida bayon qilingan vaqtida kichik bolalarni qiyomat kuni jannatga kiringlar deb ularga xitob qilingan vaqtda ular ota-onamiz kirsin, ular kirsin deb turib oladi deydi. Shuning bilan ularga sizlarmi ota-onanglarmi kiringlar deb xitob qilinganda, demak bular jannatga ota-onasi kirishdan burun kirmay turib oladigan gap. Ular o'zining talibi ijro qilingan qadar shu yerda turib oladigan gap. Demak, shu ularning qalbidagi rahimdilligi Xudoning rahimdilligini keltirib, ota-onasini yana birga jannatga so'rab ekirdi degan bo'ldi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.